Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatida oylik suhbat yig'ini ochildi. 4 avgust juma kuni kechda Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining Istanbuldagi markaziy yig'in zalida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'in kech soat 19:20 da Muhammad Emin Qarimning mo'nglik qiroati bilan boshlangandan keyin jamiyatning muavin raisi Musajan jamiyatning yaqinqi 2 oy jarayonidagi xizmat faoliyatlari to'g'risida doklad berdi. Arqadan jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'ilxon hojim so'z qilib, bugungi dunyoda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelayotgan baloyi ofat, tortayotgan zulm va haqoratlar tasavvur qilg'usiz darajada bo'layotdi. Zalim Xitoy kundan kunga kuchayib, o'zlarining iymonini, islomini himoya qilish uchun Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarning dunyoning hech bir yerida yashab qolishiga rozi bo'lmayotdi. Diplomatiya, iqtisod va boshqa yo'llar orqali Uyg'urlarga nijiz qo'lni uzatyotdi. Dunyoning barliq taraflaridagi vaziyat va siyosiy o'zgarishlar bizga foydasizda ko'rinayotgan sharoitda bu ahvollardan hargiz umidsizlanmaslik kerakligi haqida to'xtaldi. Va buning uchun hammamiz ta'kidlayotgan birlik va ittifoqlikning intayin muhim ekanligini oyatlar bilan yuritib o'tdi. Bunun birinchi yo'li birlik deb keldik, bu birlikdir. O birlik nima desa, Allah Teala'nın arg'amchisi. Allah Teala'nın arg'amchisi Kur'an ve sünnet. Sizni ve bizni nurg'un qarindoshlarimizni birlashtiradigan, bir sohaga kelib yig'ilib muzokara qila oladigan, qo'limizni tutib ma'oladigan bir vasila. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kutqızılgan patparakçılıktan, fitnebasattan, tefriqçılıktan kutqızılgan bir cemiyetken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin kutqızılgan, birleşken, nemunu boğan, meş'el boğan, bizge yol yürüp kökstäleýän ölge bir cemiyetke bu ayetni davatkan halda Allah yolunda Allah'ın ağam sığıp çın yepişip birleşenler diyen halda bizde bugün hem yerimiz mezimiz çoğulup parçam paratılıp tehlip tutuvatkan bir milletke birlikten qanchalik ihtiyacı varlığını bunu bilemiyoruz. Yig'inda yana Saudiya Arabistonidan kelgan jurnalist va tadqiqotchi ustoz Sirajiddin Azizi so'z qilib, navbatdagi vaziyat va Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi Uyg'ur masalasi haqida to'xtalib o'tdi. Ustoz Sirajiddin Azizi so'zida da'vo uchun elib berayotgan har qanday faoliyatlarda hissiyotga birilib, qiziqqonlik bilan harakat qilmasdan, aql va hikmat bilan ish faoliyat elib berish keraklik. So'z va harakatlarda vaqt va o'ringa alohida diqqat qilish keraklik. Vaqt kelmagan ishlarda aldiraqsonlik qilmaslik. İşlarni tadbir bilan qilish, qachon, qayerda nima deyish va nima qilishni bilish, hissiyotga bilib, ziyonliq so'z harakatlarda bo'lib qilishdan saqlanish haqida to'xtalib o'tdi. Yig'inda yana ustoz Ubul Qosim Ahmadi payg'ambarlar qissalaridan o'lga elish kerak bo'lgan muhim mazmunlar haqida to'xtaldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom va Iskandar Zulqarnayn qatorliqlarning qislaridagi botirlik, temkinlik, kamtarlik, adolat, tadbirkorlik, shijoat va sabr qilish haqida tafsili to'xtaldi. Zulmga qarshi har qanday faoliyat va harakatlarning yanında bo'lish va uningga yordam berishning, yaxshilikka yordam berib, yomonlikni to'sishning amaliy ko'rinishi bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ustoz Ubul Qosim Ahmadi yana zulmdan qutulish va buning qarshi elib berayotgan har qanday faoliyatda Alloh bilan bo'lgan aloqa va bog'lanishni kuchaytirish va buningga alohida ahamiyat berish kerakligi haqida tafsili to'xtalib o'tdi. Yig'in kech soat 9 da oyoqlashgandan keyin yig'in qatnashuvchilariga tamoq ziyofati berildi. Yig'in nihoyat yaxshi kayfiyat ichida elib berilgan bo'lib, Istanbulda turayotgan 100 ga yaqin Sharqiy Turkistonlik qatnashdi.